Va shu o'rinda yana bir narsani aytmoqchimanki, bu ota-onani duosini olish, ota-onani ziyorat qilish bu faqat erkaklar uchun emas. Bu fazilatdan ayollar ham bahramand bo'lsin. Ayolingiz uyiga borib bir otamni ziyorat qilaman, onamni ziyorat qilaman desa, ba'zi oilalarda bu voqea bir tragediya. Er jahl qiladi, qaynona jahl qiladi. Nimaga deydi? Qiziq ekan-a? O'zi farzandi bilan o'tiribdi. Doim dasturxon atrofida. Endi u qiz ham ota-onasini sog'inadi-da. U ham bir ota-onamning duosini olay deydi-da. Nima uchun jahl qilamiz, men tushunmayman shuni. Yaqinda bording-ku deydi. Yaqiniga ham bir oy bo'lgan bo'ladi. Nimaga buni muammo bilan hal qilamiz? Chiroyli qilib, sog'ingan bo'lsang bor. O'zi aslida ota-onasini ziyoratidan to'xtatishga hech kimda haqqi yo'q, erda ham haqqi yo'q. Buni bilib olish kerak. Lekin afsuski, hamma narsa faqat erkaklar uchun bo'lish kerak. Ayolimiz faqat bizni onamizni xizmatini qilish kerak, otamizni xizmatini qilish kerak. To'g'ri, shar'an u qiz turmushga chiqqandan keyin bu tomonda izni bo'ldi, lekin u farzand, unda mehr bor. U ham otasini, onasini sog'inadi. Siz bilan biz sog'ingani kabi. Buni muammo qilmasdan, azizlar, bir kelinlarimizga ham mazluma holatiga tushirib qo'ymasdan, vaqti-vaqtida ota-onasining ziyoratiga, duosiga imkoniyat berish kerak. Balkim so'rash kerak. Bir borib shirin ovqatlarni qilib bergin, xizmatini qilib olgin, g'animat ekan. Mana men har kuni onamni, otamni oldida o'tiribman, sen har kuni xizmatini qilyapsan, duo olgin.